Dasturimiz davom etadi. Pedagog kasbiy rivojlanishining ta'lim sifatiga ta'siri. Sirdaryo viloyati pedagogik mahorat markazida tashkil etilgan konferensiya ayni mavzu muhokamasiga bag'ishlandi. Ilmiy anjumanda markaz o'qituvchilari va tinglovchilari bilan bir qatorda video konferensiya aloqa shaklida Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti vakillari hamda viloyatlardan pedagoglar ishtirok etishdi. So'zga chiqqanlar ta'lim tizimidagi islohotlar yosh avlodga samarali ta'lim berish va yetuk insonlarni shakllantirish ekanini, buning uchun esa pedagoglar mahoratini yetarli darajada yuksaltirish lozimligini ta'kidlashdi. Qayd etilganidek, bu jarayonda xorijiy tajribani ta'lim jarayoniga oqilona tatbiq etish, yangi metodlar asosida o'quvchilar bilimini oshirish garovidir. Ishtirokchilarga xorijiy mutaxassislar tomonidan maktab boshqaruvida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish, tillarni o'rgatishdagi yangi samarali uslublar to'g'risida ma'ruzalar qilinib, turli maktablardagi o'quvchilar o'zlashtirishining tahlillari ham muhokama qilindi. Sirdaryo viloyatidagi maktablardan birida ingliz tilidan dars beraman. Bu jarayonga yangi metodlardan foydalanib, natijalarni yaxshilash bilan birga tatbiq etilayotgan metodlarning samarasini tahlil qilib boraman. Bu konferensiyada o'zbek sinflarida xorijiy tillarni o'qitish metodlarini yanada takomillashtirish va darslarda sun'iy intellektni qo'llash orqali o'quvchilarga ma'lumotlarni qiziqarliroq taqdim etish borasidagi tajribalarim bilan o'rtoqlashyapman. Pedagogik mahorat markazi tomonidan bu kabi tadbirlarning muntazam o'tkazib borilishi xorijlik mutaxassislar tajribasini boshqa pedagoglar bilan o'rtoqlashish imkonini beradi. Konferensiya ishi turli sho'balarga bo'lingan holda amaliy mashg'ulotlar tarzida davom etdi. Bu jarayonda ishtirokchilar zamonaviy texnika yangiliklarini darslarda qo'llash, virtual laboratoriyalarda turli tajribalar o'tkazish imkoniga ega bo'lishdi. Shuningdek, pedagoglar kognitiv yuklamalarni to'g'ri taqsimlash orqali o'quvchilarning o'zlashtirish sifatini yaxshilash, ularni darslarga jalb etishning yangi usullari to'g'risida qimmatli ma'lumot va ko'nikmalarni olishdi.